yoki yuqori vakillikka yoki yuqori mustaqillikka ega bo'lgan bolalarini qanaqa qilib tarbiya qilishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Biz ham odamlarni eng kamida shunaqa bo'lishini xohlaymiz. Ya'ni ota-onasini og'ziga qarab turmasin qanaqaki, kasbimni tanlab bering yoki men qaysi davlatda yashashimni hal qilib bering, bilolmayapman qaysi ish menga to'g'ri keladi yoki o'zim yoqtirgan ish topolmayapman. Mana shunday ota-onasisiz eplolmaydigan, o'zini ota-onasisiz yasha olmaydigan bolalar yoki o'sha erkatoy deyishimiz mumkin yoki onasini o'g'li deymiz, mamiki sinochka deyishadi rus tilida. Mana shunaqangi bolalar qilib qo'ymaslik. Qiyin davrlar kuchli odamlarni chiqaradi, kuchli odamlar yengil davrlarni olib keladi. Yengil davrlar bo'lsa zaif odamlarga sabab bo'ladi. Natijada bolalarimiz parnik deydi rus tilida, ingliz tilida greenhouse deydi, o'zbek tilida issiqxona deydi. Xuddi issiqxonada katta bo'layotgan pomidor yoki bodringga o'xshab qolishadi. To'g'risini aytavering-da, men urushmayman deganimizdan keyin bola aytadi, keyin aytamiz. Mabodo keyin safar shunaqa sindiradigan bo'lsanglar yoki nimadir oladigan bo'lsanglar, joyiga qo'ymagan bo'lsanglar aytinglar. Men urushmayman, shunchaki sizlarga qanaqa to'g'ri qilish kerakligini ko'rsatib qo'yaman. Orqaga qatar bo'lmaydigan muammolar bor-da. Mana shularni hammasidan bolalarni ehtiyot qilib, lekin kichkina muammolarga qo'yib berish. Mana endi bola 1 oy ora yutqizgan bo'lsa ham, lekin qolgan 9 oy, 7 oyda bosib dars qiladi. Chunki u oqibatlarni ko'rdi va ota-onasi o'sha oqibatlarni yashashga unga ishonch berdi. U keladi-da, men ertadan maktabimni almashtiraman deydi. Va siz aytasizki, mayli deysiz. Men senga ishonaman, mustaqil qarorni qo'yib berasiz. Sinfdoshlardan yomonroq muhitga tushib qolgandan keyin, 3 oy, 4 oydan keyin noto'g'ri joyga tushib qolmayman deydi. Ya'ni muammoga kirish bu. Lekin u o'sha qarorlarini ertaga 20-30 yosh bo'lganda noto'g'ri o'rtoq, noto'g'ri ishxona, noto'g'ri ayol, noto'g'ri turmush o'rtog'iga tanlaganda xuddi shunaqa bo'lishini tushunib yetadi. Oddiy, ko'rdingizmi? Buni hammasini har xil videolarda gaplashganmiz. Mana endi bitta joyga yig'dik. Assalomu alaykum. Va'da qilingan videoni payti keldi. Bugun yuqori agentlik yoki yuqori vakillikka yoki yuqori mustaqillikka ega bo'lgan bolalarini qanaqa qilib tarbiya qilishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Va bitta narsani oldindan eslatib o'taman. Har bitta tarbiya videolarimizda bir narsani hisobga olishimiz kerak. Biz bolalarimizga qiladigan usullarimiz, gapiradigan gaplarimiz yoki qo'llaydigan ishlarimiz hammasi ehtimollikni oshirishga qaratilgan. Inson mustaqil bo'lgani uchun, tanlov o'zida bo'lgani uchun, taqdirini o'zi hal qilgani uchun ham uni oldindan qanaqa bo'lishini hech kim aniq bilmaydi. Biz faqatgina har xil usullar bilan uni ehtimolligini oshiramiz xolos. Bizning Rahim suhbatlari ham xuddi shu. Bugungi suhbatimizda qanday qilib bolalarni mustaqil, erkin fikrlaydigan, o'zini xohishlari orqasidan tinmasdan boradigan bola qilish. Ingliz tilida buni high agency deyishadi. Oxirgi 3-4 yilda juda ham Twitterda va YouTube'da ommalashib ketdi. O'zimizda ham biz yaqindagina buni Bekolimjon akamiz, do'stimiz bilan gaplashdik. Yuqori vakillikka ega bola tarbiya qilishdan maqsad nima? Yoki farzandimiz shunaqa bo'lishidan maqsad nima? Hammamiz bir xodim o'zi bir ishni qilib kelsa yaxshi ko'ramiz. Yoki o'zini uyini o'zi topib keladigan uy hayvonlarini yoki bir farzandimiz bo'lsa, u o'zini yo'lini, kasbini o'zi topib, o'ziga o'zi vazifa qo'yib, o'zi o'shalarni qilib kelsa yaxshi ko'ramiz. Ya'ni biz o'zi mustaqil, o'zini o'zi yo'naltiradigan odamlarni hurmat qilamiz. Hatto u kichkina bo'lsin, hattoki katta bo'lsin. Biz hozir shu shunaqangi zamonda yashayapmizki, hattoki mashinalar ham o'zini o'zi boshqaryapti. Va unaqa mashinalarning narxi qimmat. Ya'ni o'tirasiz, manzilni terasiz, rul ushlab turasiz, o'zi mashinani o'zi sizni olib boradi. Hattoki mashinalar ham o'zini o'zi yo'lini topib, o'zi mo'ljallarni olib turib haydab ketayotgan joyda biz ham odamlarni eng kamida shunaqa bo'lishini xohlaymiz. Ya'ni ota-onasini og'ziga qarab turmasin qanaqaki, kasbimni tanlab bering yoki men qaysi davlatda yashashimni hal qilib bering, bilolmayapman qaysi ish menga to'g'ri keladi yoki o'zim yoqtirgan ish topolmayapman. Mana shunday ota-onasisiz eplolmaydigan, o'zini ota-onasisiz yasha olmaydigan bolalar yoki o'sha erkatoy deyishimiz mumkin yoki onasini o'g'li deymiz, mamiki sinochka deyishadi rus tilida. Mana shunaqangi bolalar qilib qo'ymaslik. Yuqori agentlik, yuqori vakillikka ega bolalarni tarbiyalashdan maqsad shu. Ya'ni bola o'zi xohishlarini aniq bilsin, topa olsin, ergashsin va ularni amalga oshirsin. Buning uchun endi qanaqa qo'llanma bor? Yuqori agentlik haqida maqolalar bor, u asosan kattalar uchun. Chunki kattalar orasida ham ko'pchilik rahbarning og'ziga qarab turadi yoki do'stining og'ziga qarab turadi yoki jamiyatga qarab turadi yoki odamlar nima deydi deb yashaydi. Ichki xohishi bilan ko'pchilikning o'zini xohishi bilan ishi yo'q. Bu haqda maqolalar bor. Lekin biz bugun aynan o'zimizni farzandimizni qanaqa qilib bu narsani uyg'otish haqida gaplashamiz va bu borada eng yaxshi olishimiz mumkin, ishonishimiz mumkin bo'lgan mutaxassis menimcha Ezer Vashechki. Ya'ni bu ayol hozir 80 yoshdan oshdi, 86 ga kirdilar adashmasam va 3 ta qiz tarbiya qilgan. Qizlarini, yutuqlarini yoki umuman hayotini ozginagina aytib bersam men sizga, shuni eshitgandan keyin menimcha tarbiya haqida
gapirishga haqqi bor ekan desak bo'ladi. Katta qizi Syuzan 11 yil davomida YouTube'ni CEOsi bo'lgan. O'sha paytda men YouTube'da eslayman, eng katta o'sish davri bo'lgan. Syuzan ketgandan keyin YouTube'da senzura boshlandi yoki YouTube Shortslar ko'payib ketdi. Ya'ni YouTube'ning oltin davri aynan Syuzan davrida bo'lgan. Xo'p, keyingi qizlari Janet. Bu antropolog olim va bu antropolog olim sifatida Fulbright mukofotini olgan. Undan tashqari pediatriya professori va 3-farzandlari Anna va Chechki Genom kompaniyasi, ya'ni genetik kompaniyasining asoschisi, undan tashqari Google asoschisi Sergey Brinning rafiqasi. 3 ta qizlari bor va 3 qizlarida ham dunyo darajasida, ayniqsa ayol kishi uchun hattoki erkaklar orzu qiladigan katta yutuqlarga erishtira olgan va buni oldindan reja qilib qilishgan. Ya'ni bu hozirgi aytadigan metodikalari bolalar hali kichikligidayoq aniq bo'lgan va bu usul albatta yuqori agentlik deb nomlanmagan, chunki bu termin yaqinda oxirgi 3-4 yilda kirib keldi, lekin uni asosida bir xil narsa yotadi. Bu 5 tagina prinsip. Trik deb aytishadi. Bu ishonch, hurmat, mustaqillik, hamkorlik va yaxshilik yoki mehribonlik desak bo'ladi. Mana shuni birlashtirgan prinsiplar. Bugun shularni qanaqa qilib bolalarimizni rivojlantirish haqida gaplashamiz. Agar yuqori agentlikdagi bolalarni biz tarbiya qilmasak, O'zbekistonga o'xshab iqtisodi juda ham tez rivojlanayotgan davlatlarda bizni farzandlarimiz al-maktum tuzog'iga tushib qolishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Al-maktum tuzog'i nima? Bu immigrantlar bir davlatga qiynalib keladi yoki bir davlat endi mustaqil bo'lgan paytda, misol uchun bizning paytimizda 91-yil, eng qiynalib bitta davrdan o'tishadi. O'sha qiynalganlarning hisobiga ularda turli xil odatlar, foydali xarakter shakllanadi. Odatlari tufayli kuchli bo'lishadi. Mana shu kuchlari tufayli ular ko'p pul topishadi, ko'p bilim olishadi, ko'p tanish orttirishadi va yengil zamonlarga sababchi bo'lishadi. Al-maktumning gapi ham shu. Qiyin davrlar kuchli odamlarni chiqaradi, kuchli odamlar yengil davrlarni olib keladi. Yengil davrlar bo'lsa zaif odamlarga sabab bo'ladi. O'zbekistonning oxirgi 6 oydagi iqtisodiy o'sish statistikasi chiqdi. Mana bu yerda mana linkini qoldiramiz. O'rta Osiyoda, umuman Osiyoda rekordlarni qo'yib kelyapti. Ya'ni oxirgi 6 oyda biz bu oxirgi 10 yildagi eng tez iqtisodiy o'sishga keldik. O'zingiz ham mashinalarni qarang. Ko'chada hamma chet el mashinasi to'lib ketdi. Elektromobillar deysizmi? Yaqinda Yandex o'zini xaritalarini yangiladi. Qarab chiqsangiz 10 yil davomida o'zgarmagan ko'chani deyarli topa olmaysiz. 10 yil davomida shahar shu darajada o'zgarib ketgan. Ya'ni biz o'sha al-maktum tuzog'iga tushish arafasida bo'lib qolishimiz mumkin ummatan. Ya'ni ayniqsa daromadimiz tez o'sayotgan bo'lsa. Ya'ni uyda sekin-sekin kir mashina qo'yamiz, idish-tovoq yuvadigan mashinalar qo'yamiz, konditsionerlar qo'yamiz. Uyimizni bir haftada bitta kelib odamlar tozalab ketishni boshlaydi, bolalarimizni haydovchilar olib yurishni boshlaydi. Natijada bolalarimiz parnik deydi, rus tilida, ingliz tilida greenhouse deydi, o'zbek tilida issiqxona deydi. Xuddi issiqxonada katta bo'layotgan pomidor yoki bodringga o'xshab qolishadi. Shunda boyagi tepadagi issiqxonani tomini yechib tashlasangiz, ular nobud bo'lib qolishadi. Hayotda ko'p ko'ramiz mana shunaqa bolalarni. Bizning maktabimizdan bir kelib qolishadi. Ota-onalari umuman qiyinchilikka qo'ymagan, ya'ni pul so'raganda bergan. Shunaqa o'quvchimiz bo'lardiki, 500 ming, 1 millionlab olib kelardi kuniga uydan. Shunchaki uydiklari berishardi. Shunaqa o'quvchilarimiz bo'lardiki, terisi quyosh ko'rmagan. Ya'ni uydan eshigini tagida haydovchi kutib oladi, haydovchiga o'tiradi, keladi, maktab eshigini tagida tushadi, 3 mahal ovqat tushadi, hamma joyga borsa mashinada boradi, biznes klassda uchadi, biznes klassda o'sha eshigini tagigacha quyosh ko'rsatmasdan olib borishadi. Mana shunaqa bolalar ko'payib borayotgan davrga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham yuqori agentlikdagi bolalarni chiqarish bizga juda ham muhim. Issiqxonada katta bo'lgan bolalarimiz yuqori agentlikka ega bo'lishlari juda ham qiyin bo'ladi. Endi farzandlarimizda qanaqa qilib yuqori vakillik paydo qilishni ketma-ketligini gaplashamiz. 5 ta qadam. Birinchi qadam bu ishonch. Bitta zo'r men o'qib ko'rdim, maktab o'quvchisida. Ota-onalarimiz, dodalarimiz YouTube'da yoki televizorda ko'rgan narsalarga ishonishadi deydi. Ya'ni yolg'on yangiliklarga, lekin bizga ishonishmaydi deydi. Va rostdan ham ota-onalar bolalarga ishonmaydigan, ishonish pasayib ketgan davrdamiz. Televizorda ko'rganiga yoki o'sha xabar kelgan, SMS kelganlarga kelib qolsa ishonishadi, lekin o'zlarining farzandlariga o'zimiz ham ishonmaymiz. Natijada ota-onam menga baribir ishonmaydi deb turib, bola bizga to'g'risini aytmaydi. Lekin yuqori agentlikdagi bola katta qilishdagi birinchi prinsip bu ishonch turadi. Ya'ni biz farzandimizga to'liq ishonamiz, uni gaplariga. Ishonishni boshlasak, nima bo'ladi? Doim rost gapiradigan odamni va sizning gapingizga 100% ishonadigan odamni aldash qiyin. Mana shunaqa bolalarimiz bizni aldashga qiynalishadi, to'g'risini aytishadi. Albatta, ular kamchilikka yo'l qo'yishadi, xato qilib qo'yishadi. O'sha payt nima qilsak bo'ladi? O'sha payt u kamchilikni eshitganda albatta bola bilan urushmasdan, uni hukm qilmasdan, shunchaki
bo'lgan ishni sabablarini bilishimiz kerak bo'ladi. Shunchaki bir bola nimadir ish qildi yoki bir ish bo'ldi, shu ishni kim qildi? Misol uchun men yoki bolalar indamayapti. Ota sifatida biz nima qilishimiz mumkin? To'g'risini aytavringlar, men urushmayman deganimizdan keyin bola aytadi, keyin aytamiz. Mabodo keyin sabab shunaqa sindiradigan bo'lsanglar yoki nimadir oladigan bo'lsanglar, joyiga qo'ymagan bo'lsanglar, aytinglar. Men urushmayman, shunchaki sizlarga qanaqa to'g'ri qilish kerakligini ko'rsatib qo'yaman deydi. Bu bir tomonlama ishonch, ya'ni so'zlarga ishonch. Ikkinchi tomondan bo'lsa, qarorlarga ishonch. Ya'ni bolalarimiz bir nima tanlagan bo'lsa, uning qaroriga ishonish. Ha, men bu qarorga senga qo'yib beraman, oqibatlarini ko'r yoki bu narsani o'zing sotib olishing mumkin deyish. Lekin ba'zan bolalar, ko'pincha bolalar o'ziga zararli bo'lgan narsalarni bilishmaydi. Misol uchun chips olib qo'yadi, kechasi bilan multfilm ko'rib chiqishi mumkin, kino ko'rib chiqishi mumkin, ko'chalarda aylanib yurishi mumkin. Mana shuning uchun ham bolalarimizga nima zararligini tushuntirib, ya'ni bu qilayotgan ishlaring zarar. Bilaman, men borging kelyapti, lekin uzr, men seni ota sifatida bunga yo'l qo'ya olmayman. Meni yomon ko'rsang ham, men senga hozir yoqishim shart emas. 18-20 yoshli o'g'limga yoqsam bo'ldimi? 10 yoshli o'g'lim meni yaxshi ko'rishi shart emas deb aytib turib, sababini aytib, buni ko'p gaplashganmiz. Bir taqiq aytadigan bo'lsak ham, sababini aytib, keyin u taqiq qo'yish bo'ladi. Va ishonch yana bir taraflama bo'ladiki, bolani xato qilishiga qo'yib berish bo'ladi. Nasim Talabosovning farzand tarbiyasidagi qoidasi bor. Bu bolalar muammoga kirsin, lekin katta muammolarga kirmasin. Katta yiqilishlardan ehtiyot bo'lsak, kichkina yiqilishlar bizga foydali bo'ladi. Ya'ni giyohvand moddalar, ichkilik, noto'g'ri guruhlar, noto'g'ri odamlar bilan o'ralashib qolish, vaqtni umuman bekor ketkazib yuborish, seriallar, multfilmlar, har xil kerak emas narsalar bilan, noto'g'ri odamlar bilan, o'sha noto'g'ri juftlar bilan, qiz bola, o'g'il bola bilan elakishib qolish, har xil moddalarga o'tirib qolish, mana shunga jinoyat bo'lib, jinoyatga qo'shilib qolish, mana shunga o'xshagan orqaga xatar bo'lmaydigan muammolar bor-da. Mana shularning hammasidan bolalarni ehtiyot qilib, lekin kichkina muammolarga qo'yib berish. Bolani urishamiz, dars qilma, dars qil, darsingni nima qilmayapsan, dars qilmasang 2 olasan, gap eshitasan yoki fandan yiqilasan deymiz. Balki o'sha biz urishimiz kerak emasdir bolani. Ya'ni o'qishga bordi, o'qimadi, darsga, maktabga bordi yoki o'quv markaziga bordi. Gap ham eshitmadi o'qituvchisidan, hech kim bilgani yo'q. Oy oxirida imtihonni rasvo chiqdi. Sinfda eng oldiga ketayotgan bola orqada bo'lib qoldi. Va biz aytdikki, bola masalaga ishongan holatda mana qo'yib berdim dars qilmasligimga. Oqibati nima bo'ldi? Har kun dars qilish kerak ekanmi? Mana endi bola 1 oy ora yutqizgan bo'lsa ham, lekin qolgan 9 oy, 7 oyda bosib dars qiladi. Chunki u oqibatlarni ko'rdi va ota-onasi o'sha oqibatlarni yashashga unga ishonch qilib berdi. Ya'ni kichkina muammolarga kirishga qo'yib berishimiz kerak. Ozginagina qarzga kirishga, ozginagina daraxtdan yiqilib lat yeyishiga, ozginagina ustozidan gap eshitishiga, ko'chada o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa urushib qolishib kalta yeyishiga. Mana shunaqangi kichkina muammolarga kirishi unga yordam bo'ladi. Birinchidan ishonchimizni oqlaydi, ya'ni o'ziga bo'lgan ma'lum qarorlarni hurmat qilishimizni ko'radi. Noto'g'riligini bilib turibmiz, lekin shuni yashashga qo'yib beramiz, kichkina xatolarni. Lekin katta xatolarga, boyagi sanaganimizdek, orqaga yo'l yo'q xatolarga qo'yib bermaymiz. Bu birinchi qismi va eng muhim qismi. Chunki agar bola bilsaki, meni ota-onam orqamda tog'dek turibdi, ular menga ishonadi desa, bola ancha oldinga keta oladi. Ya'ni ota-onasini qo'llab-quvvatlashini bilsa. Lekin faqat buni o'zida qiladigan bo'lsak ham bo'lmaydi. Ya'ni faqatgina ishonch bersakda, qolgan masalliqlarni bermasak, bolalarimizni biz qadriyat tomonidan yutqizib qo'yamiz. Shuning uchun ham ikkinchi masallig'imiz yuqori agentlikdagi bolaga tarbiya qilishda bu hurmat. Hurmat. Kimga hurmat? Bu kattalarga hurmat. Ajdodlarga hurmat. Konfutsiy falsafasida ajdodlarni hurmat qilmaydigan, ajdodlarni e'zozlamaydigan yoshlar jazolangan. Ba'zi imperatorlar hattoki buni majburiy qilgan. Bizda hozir u majburiy emas, to'g'ri, yodlatamiz, Ibn Sino kim, Al-Beruniy kim, Al-Xorazmiy kim, Buxoriy kim bildiramiz, lekin hurmat qilgin deb majburlamaymiz. Shunchaki biz uni ruhan ruhlantirish, rasmlarini qo'yish, ko'chalarga nomlarini berish orqali qilamiz. Lekin asli oila darajasida bu hurmat talab qilinadigan darajada bo'lishi kerak. Nafaqat bizga, dodalarimiz adalari, dodalari, avlodimizga, bizga o'sha xabar olib kelganlarga, olimlarga, payg'ambarlarga, ya'ni yuqoridagi hammaga, ajdodlarga hurmat talab qilib olinishi kerak bo'lsa va biz o'zimiz ham o'sha hurmatni ko'rsatishimiz kerak. Bu nima uchun kerak? Chunki bizdan ertaga o'gitlar olganda, bizdan fikrlar, biz ham ajdodmiz-ku, biz ham yuqori turibmiz. Mana shu hurmat tepadan, ya'ni tepaga bo'lgan hurmat, o'zini ajdodlariga bo'lgan hurmat, ularning nasihatini olishiga oson qiladi. Va tabiiyki, bolada ajdodlarga hurmat bo'lsa, ularning fikrlarini, o'gitlarini olishi ham oson bo'ladi va ulardek bo'lishi ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun ham ikkinchi qism bu hurmat. Ajdodlarga bo'lgan. Va istalgan buyuk odamni ko'rsangiz, aynan shu xislatni ko'rasiz. U ajdodlarga hurmati bor bo'ladi. Lekin faqatgina ajdodlarga hurmat bo'lib turib, birinchi qismi bo'lmasa, ya'ni ishonch bo'lmasa, bu shunchaki dogma bo'lib qoladi. Ya'ni hurmat qiladi, lekin o'zini hech narsasi bo'lmaydi. Uchinchi
kerak bo'lgan masalalar bu mustaqillik. Mustaqillik. Bu ishonchning bir qismi. Ya'ni biz bolaga mustaqillik beramiz va keyin uni qarorlarini oqibatlari va bolamizni qarorlariga ishonamiz. Xuddi kattalar bilan gaplashing degan videomiz bor edi. Mana shu yerda mana link qoldiramiz. Mana shu bolaga mustaqillik berish. Ya'ni kattalar shu bola katta bo'lganda men unga nima qilaman? Shuni pasporti bo'lganda men unga nima qilaman? Bu kichkina boladan, kichkina yoshdan boshlasak bo'ladi. Mana Hasanxon domla bilan qilgan suhbatimizda ham aytib ketganlar, bu yerda ham linkini qoldiramiz. Ular hattoki 5 yoshli bolalarga mana ovqat tanlashga ruxsat berar ekan. 7 yoshli bolalarga kiyim tanlashga ruxsat beriladi. 9 yoshli bolalarga o'zini dars qilish vaqtlarini tanlashga ruxsat beriladi. 11-12 yoshli bolalarga xonasini jihozlash, nima jihozlarni ishlatish, ishlatmaslikdan qo'yib beriladi. 12-13 yoshli bola nima fanlarni o'qishi ruxsat beriladi. Ya'ni mana shunga o'xshab borgan sari bolani yildan yilga mustaqil qarorlari bo'lish kerak. 3 yoshli bola misol qayerda uxlashini hal qilsin. Xolasa yerda uxlasin, xolasa o'zining kravatda uxlasin, xolasa bunaqasi yotsin, xolasa bunaqasi yotsin. Biz unga yaxshiroq yo'lini aytaylik. Borgan sari qarorlarni aytib boraylik va unga ishonaylik. Birinchi masalamiz. Eng qizig'ini aytaman sizlarga, biz mana jamoa boshqaramiz, maktab jamoasini. Maktab jamoasini o'stirish ham, tarbiyalash ham ayni xuddi shu jarayon. Ya'ni borgan sari mustaqillik berasiz. Boshida har bitta gapini nazorat qilasiz, har bitta ishini nazorat qilasiz, har bittasini tekshirib olasiz. Lekin u odam siz bilan ishlagani sari, oylar, yillar o'tgani sari, borgan sari bemalol erkin qo'yasiz. Kamroq tekshirishni boshlaysiz va ishonasiz. O'zingiz shunga qaradingizmi, siz rozimisiz? Bo'ldi, men ham roziman deysiz. Istalgan muvaffaqiyatli biznesni qarasangiz, bir-biriga ishongan kuchli odamlarni jamoasi bo'ladi. Mana xuddi shuni biz bolalarimizda ham qo'llashimiz kerak. Ya'ni borgan sari mustaqilligini oshirib boramiz. O'sha ipi bo'ladigan bo'lsa, ipini qo'yib boramiz. O'zi hal qilsin. 18 yoshli bola, 20 yoshli bola bemalol o'zi hal qilsin kimga uylanishini. Shunchaki biz unga qaysi tanlovlar yaxshi, qaysi nimasiga qarash kerak, qaysi oilalarga biz mosmiz, shularni o'rgatishimiz kerak. Va bundan oldingi ajdodlarga bo'lgan hurmatni qo'ya olgan bo'lsak, albatta u biz nasihatimizni qabul qiladi va topshiriq sifatida emas, nasihat sifatida qabul qiladi. Majburdan emas, balki hurmat qilib aytganimizni qiladi. 4-qismi hamkorlik degan bo'ladi. Buni ham oldin aytganmiz, otalar nimaga o'g'illardan uzoqlashib ketyapti va buni faqat o'g'illar bo'lish shart emas, qizlar bilan ham. Albatta bola va uni ajdodlarini umumiy ishlari bo'lishi kerak. Ya'ni ular qaysidir loyihani ustida bosh qotirish kerak. Ko'p ahil oilalarni ko'rsangiz, er-xotin, ular bitta sohada ishlab bir narsani ustida muammo yechayotgan bo'lishadi. Yoki ahil aka-ukalarni ko'rsangiz, men o'zim ham taniyman. Do'stlarimiz Safiya brendi bor. 3 ta aka-uka ishlashadi, otalari, onalari bilan birgalikda. Juda ahil aka-ukalar. Chunki ular tun u kun o'sha o'zlarini korxonalarini muammolari bilan ishlashadi. Va shunga o'xshagan bir necha o'nlab do'stlarimizni va korxonalarni, mutaxassislarni taniyman. Aka-uka bir muammoni ustida bosh qotirib, bir ishni ustida ishlab, bir loyihada hamkor bo'lib ishlagan paytda juda ham yaqin bo'lib ketishadi. Xuddi shunaqa uyda, u albatta ish bo'lishi shart emas. Albatta do'konimizga yordamchi bo'lgin deyishimiz yoki tish doktori bo'lsa, yonimizga assistent qilib qo'yishimiz shart emas. Yo'q, loyihalarimiz bo'lishi kerak. Uyda sayyorlar tizimini qog'ozdan yashab chiqishimiz mumkin. Birgalikda 3D printer olib kelib turib, modullar yig'ishimiz mumkin. Birgalikda misol uchun biz yaqinda uydagi farzandlarimiz bilan hasharot va hayvonlar boqib ko'rdik, birga katta qilishga urinib, yoki birga daraxt ekib ko'rdik. Mana o'smadi baribir u ham. Lekin qilib ko'rdikda, urinib ko'rdik, bizga gaplashishga mavzu bo'ldi. Nima uchun bu kerak desa, bu bola biz unga mustaqillik bera olamiz-ku, to'g'rimi? Va biz unga ishonch bera olamiz-ku. Lekin biz shunchaki jamiyatga bitta odam berib, bo'ldi, mana sizlarga menga kerak emas deyishni xohlamaymiz. Ya'ni o'zimizni bir qismimiz, u farzandimiz. Biz uni to'g'ri yo'lga boshlasha olishimiz uchun ham u biz yonimizda bo'lishi kerak. Bizni prinsiplarimizni ko'rish kerak. Ya'ni biz qanaqa fikrlayapmiz, qanaqa ishlayapmiz, albatta faqatgina ishda bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Va 5-si mehr. Mehr bu nima? Mehr bu soddaroq, oddiyroq qilib aytsak, boshqa hech narsaga chalg'itmasdan ajratilgan vaqt. Kitob o'qib, ochib kitob o'qib berish, ertak o'qib berish. Bu bolaga mehr berish. Agar telefonga qaramayotgan bo'lsak, majburan qilayotgan bo'lsak, o'zimiz xohlab vaqtimizni ajratayotgan bo'lsak, yoki qo'llashmacha o'ynash bolaga. O'yinga o'xshaydi, lekin bu mehr berish. Mehr bu o'zingizni ichingizdan achinib, o'sha odamga rahm qilib, mehr ko'rsatib, nimaduringizni berishingiz, asosan vaqtingizni berishingiz. Chunki mehr so'zining ma'nosi ichi yumshab ketishi degani. Ichingiz og'riydi-ku bir odamga mehringiz jo'shgan paytda o'shani o'ylaysiz va ichingiz og'riydi. Mana shu mehr tushunchasi, tuyg'usi. Va bu o'rgandan keyin oraya o'tiravermaydi-ku. Nimadir gapirgingiz keladi, bir sovg'a olib borgingiz keladi, nimadir bergingiz keladi, yaxshi gap gapirgingiz, yaxshi sovg'a ko'rsatgingiz yoki bir o'ynagingiz, xursand qilgingiz keladi. Yoki xafaligini olgingiz keladi yoki xursand qilgingiz keladi. Ya'ni ichimiz achishib, o'zi bu bo'ladi, bu har bitta bolalarimizni o'ylaymiz, lekin asosan otaga eng ko'p ajratish kerak bo'lgan narsa, onaga ham bu bolaga vaqti.
pulidan ham ko'ra. Mana shu 5 ta narsani qiladigan bo'lsak, mehr berganimiz uchun bolamiz mehr berishni biladi, mehribon bo'ladi. Erkinlik berganimiz uchun u o'zini qarorlarini, xato qarorlarini ham va u muammolarga kirib qoladi. U keladi-da, men ertadan maktabimni almashtiraman deydi. Va siz aytasizki, mayli deysiz. Men senga ishonaman, mustaqil qarorni qo'yib berasiz. Sinfdoshlardan yomonroq muhitga tushib qolgandan keyin, 3 oy 4 oydan keyin noto'g'ri joyga tushib qolmayman deydi. Ya'ni muammoga kirish bu. Lekin u o'sha qarorlarini ertaga 20-30 yosh bo'lganda noto'g'ri o'rtoq, noto'g'ri ishxona, noto'g'ri ayol, noto'g'ri turmush o'rtog'iga tanlaganda xuddi shunaqa bo'lishini tushunib yetadi. Natijada u oqibatlari bilan o'ylaydigan bo'ladi qarorlar. Ishonch berasiz. Natijada u ham sizga ishonadi. Ha, menga ota-ona meni qo'llab-quvvatli shaxs sifatida ko'radi deydi va o'ziga o'zi ishonadi. Bir odam ishonmasa, unga rahbari, do'sti, sinfdoshi ishonmasa, sen nima ishonmaysan? Menga ota-onam ishonadi, ko'p katta odamlar ishonadi deb o'ziga ishonchi baland bo'ladi. Men qila olaman deb o'ylaydi. Va biz unga hurmat talab qilganimiz uchun ajdodlarni, nafaqat bizni, balki yuqoridagi ajdodlarni ham fikrini bemalol olishi oson bo'ladi. Va biz unga hamkorlik bergan, hamjihatlik, birga ishlashni berganimiz uchun u oilamiz bilan, oiladagilar bilan yaqin bo'lib ketadi va jamoaviy ishlashni o'rganadi. Chunki har qanaqangi katta ish jamoa bilan qilinadi. Oddiy, ko'rdingizmi? Buni hammasini har xil videolarda gaplashganmiz. Mana endi bitta joyga yig'dik. Agar shularni qila olsak, Vachichka aytgandek yoki o'zimiz ham ko'rayotgandek, bolalarimizni yuqori agentlikdagi bolalar qilib tarbiyalaymiz. Biz ajdodlarni hurmat qilishiga sabab berib ko'rmaymiz. Chunki o'zimiz hurmat qilmaymiz. Dadam bunaqa deganlar, dadam adasi bunaqa deganlar. Misol uchun bir buyuk odamlarni aytganda hazrat yoki sizlab gapirmaymiz hazrat deb. Biz ularga mustaqillik bermaymiz. Kiyimigacha tanlab beramiz. Ovqatigacha mana shuni yeysan deb turamiz. O'qishini hal qilib beramiz. Mana shu yerda o'qiysan bo'ldi deb. Va biz bolaga hamkorlik, hamjihatlik umumiy loyihalar bermaymiz. Biz o'zimiz dunyoyimizda yuramiz, o'zimiz o'rtoqlarimiz, o'zimiz choyxonalarimiz, bolalar o'zini dunyosi bilan yuradi. Va eng ko'p bermaydigan narsamiz bu mehr bermaymiz. Ya'ni ichimiz achishadi, to'g'ri, mehr bor, lekin uni ko'rsatmaymiz, bermaymiz. Chunki balki deymiz, mana shu pul beryapman-ku, boqyapman-ku, o'qityapman-ku, mana shu mehr. Mana shuni qilyapman-ku deymiz. Vaholanki mehr bu asosiy ko'rinishi vaqt bilan bo'ladi. Ya'ni biz yuqori agentlikdagi bola chiqarmaslik uchun hamma ishni qilyapmiz. Ba'zilarini to'xtatsak, bolalarimiz bizga yillar o'tib rahmat deyishi oson bo'ladi. Shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videomiz vaqtli mutaxassis bo'lish, ya'ni vaqtli mutaxassislikka yo'naltirish. 5-sinfdan ITga, 7-sinfdan shifokorlikka, 9-sinfdan muhandislik, ya'ni vohlidan bitta yo'nalish tanlab, mana shu yo'nalishda ketish kerakmi, yo'qmi? Mana shuni ustunliklari va kamchiliklari haqida bo'ladi. Shu videoni o'tkazib olmaslik uchun mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyin yonda qo'ng'iroqcha ham bor. O'shani ham bosib qo'ying. Rahmat, sog' bo'ling.